Aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, mana bugun biz Bog'ot tumaniga tashrif buyurdik. Bu yerda joriy yilda Xalqaro OPEC jamg'armasining 7 milliard so'm mablag'i hisobidan 4 ta mahallada jami 27,7 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilib, 4 ta mahallada jami 2000 nafar aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlandi. Shuningdek, 5,5 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Xususan, O'zgarish mahallasida 500 nafar aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, 1200 nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Keling, mahalla ahlining dil so'zlariga quloq tutaylik. Shu O'zgarish mahallamizda yangicha yangi ishlar olib borilmoqda. Vodoprovodimizdan qiynalar edi. Ko'na kovlar, tez avariya holatlari bo'lar edi. Toza shu vodoprovodimiz suvlarimiz yaxshi. Toza suvlar o'tdi, ajoyib. Va shuni ishboshi bo'lib turgan shu prezidentimizga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana bu yil bizning mahallamizga ham ichimlik suvlari yetib keldi va hamma joylarda vodoprovodlashtirdilar. Avvallar ichimlik suvdan qiynalar edik, yaxshi yetib kelmas edi. Hozir uzluksiz suvlar kelib turibdi. Hamma qishloq ahli bundan xursand bo'lib o'tiribdilar. Prezidentimizga katta rahmat. U kishidan Alloh rozi bo'lsin.